Hammaga mashhur Akbar degan odamni qaymog'i ekan, bu jiddiy ishonchli. 100 ming tozasi 90 mingdan qilib beramiz. 90 ming so'mdan mana saryo qilib beradilar. Qaymoq parkentniki aniq tiniq. 1 litri 60 ming so'm. 700 millilitrligi 50 ming so'm bo'lyapti. Kichkinasi 30 ming so'm. Magizli tvorog kilosi 30 ming so'm, cheligida 5 kilo bor. Tvoroglarimiz qanchadan? Ular 25 mingdan qilib beramiz. 25 mingdan qilib berishadi. Mana sex smetanasi 1 litri 20 ming so'm pishiruvlarga ishlatilinadi. Bu yerda hammasi etib sotilinadi. Unaqa qaldami yo'q. Shu smetananing rost ma'nosi qaymoqda bo'lgani 30 ming so'm 1 litr uchun. Yog'liq brinza 45 ming so'm. Yog'li suzmamiz 15% jiri bor ichida. Nech bo'l? 15 mingdan qilib beramiz. Jaydari suzma 20 ming so'm. Mana bunisi reajinga qattiq nech bo'l bu? 45 ming chelak. 45 ming. Oqa qanchada? 45 ming u ham. Mana men bu yog'li qatu. Men mashina olaman doim. 10 ming so'm bu. 10 ming. Bu 10 ming so'm. Mana bu yog'sizi 8 ming so'm. Optimga ham bor ekan. 7 ming so'm bo'ldi. Bunaqa arzon qatu yo'q. Har doim men mana shu yerdan olaman. Sifatli, ishonchli, doim bir xil. Qachon kelsanglar mahsulotlarga javob. Sotuvchi ismi va rasta raqami. Joy mana shu burchakda. Bu yog'i. Go'shtchilar Qancha? bu yog'i mana burchak.